Fatima. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi. Alhamdulillah. Robbing kim? Rabbim Alloh. Dining? Dinim Islom. Kitobing? Kitabim Qur'on. Payg'ambaring? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Millating? Millatim Ibrohim Xalilulloh min Islam. Seni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Ibodat degani nima? Ibodat degani Allohni aytgani qilish, qaytarganlardan qaytishlik. Barakalloh. Iymon kalimasini aytchi. Haq. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu iymon kalimasi. Nima degani bu? Bu nima degani? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degani nima? Alloh aytgani qilish. Ha, Alloh bitta Allohdan o'ziga ilohiyya. Muhammad Allohning elchisidir. Sizga kim rizq beradi? Alloh rizq beradi. Sizlarni kim o'ldiradi? Alloh o'ldiradi. Kim tiriltiradi? Alloh tiriltiradi. Nima uchun tiriltiradi? O'ziga ishonch qo'yish uchun tiriltiradi. Alloh. Qachon tiriltiradi? Qiyomat kuni tiriltiradi. Hisob kitob qilgandan keyin nima qiladi? Mo'minlarni jannatga qilib ketadi. Kofirlarni-chi? Kofirlarni do'zaxga tashlайды. Do'zaxda nima bor? Bitmas tuganmas azab bor. Jannatda-chi? Jannatda rahat falaqat bor. Nashida bilasanmi? Aytchi. Qo'lingni ol oldingdan. Nashida aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu iymon kalimasi. Bu iymon kalimasi. Nashida aytginchi. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alayhi. Bu iymon kalimasi. Nashida ayt. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Alayhi salatulloh. Tabbina ajha jihadna qurra dinuna ijah nashnana jahada jihad qurra ijannat jihadna jihad Ja'alna Sen kimni yaxshi ko'rasan? Allohni yaxshi ko'raman. Keyinchi? Rasulullohni yaxshi ko'raman. Keyinchi? Keyin Muhammad mo'minlarni yaxshi ko'raman. Barakalloh. Sen. Allahu Akbar.